biz proyektimizni boshladik. Assalomu alaykum Husayn kanalining hurmatli aziz obunachilari, bormisizlar? Yaxshilikda ko'rishaylik dedik-ku, mana yaxshilikda ko'rishyapmiz obunachalarim. Xudo xohlasa, va'da berganimizdek 70 ta oilaga ihson proyektini boshladik obunachalarim. Ro'za-yu Ramazon oylarida xudo xohlasa, bu ihsonlar meniki emas. Bu ihsonlarning hammasi obunachilarimizniki. Shu musofirda yurgan, O'zbekistonda ish qilib, dunyoning hamma joyida yurgan obunachilarimizning ihsonlari. Do'stlar, bular sizlarniki. Bular sizlarnikimi? Bitta komment yozib keting. Bitta like bosib keting. Videolar hammaga ulashsin. Bu nima deydi? Maqtanish emas. Bu o'rnak bo'lish. Bu ihsonlar hammasi video uchun yoki boshqa narsa uchun chiqib ketayotgani yo'q. Bu o'rnak bo'lish uchun bir-birimizga. Do'stlar, 10 ta oiladan boshladik. 10 taga sekin-sekin boramiz do'stlar. Bizda nimalar bor? Makaron oldik, kartoshka, piyoz, sabzi, tuz, shokolad, asal, feri, zavarka, yog', un, olma, ish qilib hamma narsa bor. Bitta oilaga nima zarur bo'lsa, hammasini qo'ldan kelganicha bozorlik qildik. Va yana do'stlar, go'sht bor, bitta qo'shqor so'ydik, mana xudo xohlasa. Go'shtlari bilan 1 kilo go'sht, 25 kilolik un, hamma narsa bor. Bitta oilaga aytayapman-ku, nima kerak bo'lsa, obunachilarim hammasi bor. Inshaalloh Murodjonning uyidan boshlaymiz, ukamizni uyidan. Bilasiz, Murodjonni taniganlar bormi? Nogiron ukamizni. Murodjonning uyidan boshlaymiz, keyin Navro'zlarning uyiga o'tamiz. Ukalarimiz bor yana bir. Bitta kam ta'minlangan oilalarga borib, shu Ro'za-yu Ramazon oyida xayr ihsonlarimizni qilamiz. Obunachilarim, bular hammasi sizniki. Like bosinglar, kommentariyaga yozib ketinglar do'stlar. Kommentlarimiz qanchalik ko'p, like'larimiz qanchalik ko'p bo'lsa zo'r-ku. Tekinga pul to'lanmaydi do'stlar. Tekinga tomosha qilasiz, videolarni ko'rasiz, qanaqa oilalarga boramiz, ularning o'tirishlari, turishlari qanday. Hammasini ko'rib, bilib borasiz video davomida. Obunachilarim, videoni hammaga ulashinglar, like bosinglar. Inshaalloh biz Husayn kanali bilan ihson proyektimizga start berdik. Inshaalloh kamida 70 tadan oilaga boramiz. Obunachilarim, duo qilib qo'yinglar, ihsonlar o'z joylarini topsin. Videolarni davom nima deydi? Biz ihson proyektlarini boshladik. Videolarni xudo xohlasa bundan keyin hammasini ihsonda ko'rib borasiz. Obunachilarim, yana videolarda ko'rishamiz. Xayrlashmaymiz. Biz proyektimizni boshladik.